Tom qilsam eng arzon konteyner mahsulotlaridan yasalgan profillarni qayerdan olaman? Qayerdan olsam tomimni arzonga yopaman degan edilar. Mana eng optim birinchi joyga yetib keldim. Abdulhafiz akamdan hozir hammasi haqida batafsil ma'lumot olamiz. Qaysi biri necha pul, bu yerda ko'rayotgan profillarning nimalarga ishlatiladi, hammasini bilib olamiz. Abdulhafiz aka bizga bir boshdan tushuntiring aka. Bo'ldi bu aka, mana S profillarimiz bor. Har xil razmerlar. Bular 2.30 bo'ladi uzunligi, stenasi 2 bo'ladi. 4 sm, 2 sm. Bular aytgan razmerda chiqarib beramiz buni. Ha, talabiga qarab talabiga qarab aytgan razmerda chiqarib beramiz. Bulardan necha puldan qilib beramiz? Bular bir donasi 30 ming so'm. 30 ming so'mdan qilib beramiz. 30 mingdan qilib beramiz. Buni nimaga ishlatadi xalqimiz aka? Xo'p, juda ko'p narsaga ishlayapti bu. Uy qurayotgan bo'lsa, quryapti aka, uyga ham, raykanlikka ham aka. Uzumga, tokka ishlatyapti asosan. Uzumga, tokka, tomga ishlatyapti. Tomga aka. Qo'yxonalarga. Hamma yoqqa ishlatsa bo'ladi. ishlayapti aka. Bularimiz aka. Bular ham shu razmerda sal kattarog'i. Kattarog'i. Bu 11 razmer deyiladi. 11 razmer. 10 razmer bo'lsa, bu 11 razmer. Bunisi 12 razmer. Narxida farq bormi? Farq bor aka, 30 mingdan shu 40 minggacha razmeriga qarab narx o'ynaveradi. O'ynaveradi. Xo'p. Bu kapalak deyiladi bular. Kapalak profillar. Asosan raykanlikka qo'yilyapti, asosan hozir. Raykanlik. Ha, fermalarga. Fermalar. Uzunligi 2.30 buni ham. Donasi 30 ming so'mdan, bu ham 40 ming so'mgacha chiqarib beraveramiz buni. Katta kichikligiga qarab 30 ming, 40 ming. Razmeriga qarab chiqarib beraveramiz. Zo'r aka. 6 ga 4 profillarimizdan firma to'qishyapti aka. Firmaga bunda stokalikka ishlatishyapti. 2.60 bo'ladi uzunligi. Donasi 65 ming so'm bir donasi. Oddiy uy xonadoniga 6 ga 4 mi yo 4 ga 4 ishlatiladimi? Uy xonadon ikkalasi ham bo'ladi aka. Ikkovi ham bo'ladi. Qo'yishiga qarab. Qishiqroq qilaman desa 6 ga 4 dan. Qishiqroq bo'lsa 6 ga 4 dan. Bo'lsam 4 ga 4 ham ketaveradi. Ketaveradi. Bundan tashqari skillatlarga, ustunsiz tom yopilayotganda mashina ishlatiladi. Katta mo'xonalarga. Ustakalarimiz O'zbekiston bo'ylab telefon qilishsa yetkazib ham beraveramiz. Yetkazib beramiz. Borib o'zimiz ham tom yopib beraveramizmi? Aha, yopib beraveramiz aka. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Zo'r aka, mo'lchi mana. Bu qanaqa pul deyiladi? Bu ham uzunligi 2.30. Bir donasi 24 ming so'm buni, bir donasi. 24 ming so'm. Bu ham qo'yxonalarga, shunday raykalarga ishlatsa bo'ladi, kichikroq joy bo'lsa. Aka o'zi bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Mana konteyner mahsuloti deyapsiz. Aka, garantiyaligi qanaqa aka? Chidamliligi baquvvat aka, baquvvatligi. Bu darvozaga sinib ketmaydi. Haligi stenasi ham 2 bo'ladi. Yangi temirga nisbatan ancha baquvvat, yangiga nisbatan. Yangini olsam yutamanmi yo konteyner profil olsam yutamanmi? Bu ancha arzon tushadi. Yangiga nisbatan ancha baquvvat, chidamli bu. Xizmatchi. Xudo xolasa odam tugatadi desa ham bo'laveradi. Zo'r. Bularchi? Bu ham raykamizdan aka bu. Ha, kapalak fasoni. Kapalak fason bu ham. Xo'p, bu 4 ga 4. Har xil razmeri bor-da. Ha. 10 santimetrdan boshlab asfalti ketaveradi. Zo'r. Ha. Bu 4 ga 4 profillarimiz. Ular ham 2.60 bo'ladi aka uzunligi. Stenasi 1.8 bo'ladi. Ichi ham tash ham kraska. Donasi 47 ming so'm bir donasi. Narxi har xilmi buni ham? Yo'q, narxi bulak 4 ga 4 bir xil. 2.60 4 ga 4 bir xil 47 mingdan. 47 ming so'm. 2.30 ligini ham chiqarib beramiz. Biz obunachilarimiz siz sal-pal bonus qilib o'tib berasizmi? O'tib beramiz aka. O'tib beramiz, ha. Endi aka, oxirlar yasayapsizlar aka. Qo'y oxirlar. Bir yasash jarayonini ham ko'ramizmi? Bolalar chiqarishyapti. Molga ham qilaverasiz. Mol oxir, qo'y oxir, buzoq oxir chiqarib beraveramiz aka. Qilib berilaveradi. Aytgan razmerida zakaz qilishsa chiqarib beramiz aka, xudo xolasa. Konteynerlarni o'zlaring pachaqlaysizlar, a? O'zimiz pachaqlaymiz aka. Konteynerlar o'zlari pachaqlab, list holatiga olib kelib, mana bu yerda kesishadi. Mana ko'rsatib bering. Mana stanoylarda kesishadi-da, mana yerda tekislanadi, mana unda. Aha, tekislanadi. Tekis holatga keladi. Bunaqa holatdan, bunaqa tekis holatga kelib turib, kesiladi. Keyin mana bu stanoy orqali profilga aylanadi. Shunday aka. Mana yerdan kesilgan list chiqib borsa, ana profil bo'lib chiqaveradi. Profil bo'lib chiqadi, svarka holati mana. Svarka qilishadi hozir. Svarka holati. Mana shu holatda svarka bo'ladi. Mana shu holatda svarka bo'ladi aka. Zo'r. Mana hali svarka qilinmagan profillarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Aka, kimga stanoylar qiziq bo'ladigan bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa topib beramiz o'zimiz. Ha, stanoy kerak bo'lsa ham topib beriladi. Kerak bo'lsa ham
yig'ma qilib beramiz o'zi. Ishni ham o'rgatib ham qo'yaverasizmi? O'rgatib qo'yaveramiz Biznes boshlamoqchi aka. bo'lganlarga. Shunday, Zo'r aka, biznes boshlamoqchi bo'lganlarga daromadlarigacha telefon qilsalaring tushuntirib beradilar, qanaqa qilib foyda qilishni. Mana aka o'g'ir chiqarishyapti hozir xomini. Xom, ha? Bu mol oxir aka bu hozir. Mol oxirida xomini nech bilan chiqarib beramiz? Razmeri qanaqa bo'ladi? Endi aka razmeri 1 metrdan 1.25 gacha bor-da razmeri bu. Aha. Puli nech bilan Bu ham gacha? 300 mingdan 360 ming, 400 minggacha bor razmeriga qarab. Ha. Xom deganda nimani tushunish kerak? Nimalari bo'ladi buning ichida? Nima deganda? Xom holatda chiqarib beryapsiz-ku. Xom listi qalinroq bo'ladi aka. Stenasi 2 bo'ladi, sal qattiqroq bo'ladi, chidamli bo'ladi. Mashina o'zini chiqarib berasizmi yo bunaqa oyoqlari, yon qismlari Yo'q, xom holati bo'lsa mana shu holatda bo'ladi. Mashina o'zi. Ha, mana shuni o'zi bo'ladi. Yonlarini ham qilib beraverasizmi? Yonlarini qilib beraveramiz uni ham. Zakaz bersa. Zakaz bersa qilib beramiz. Men o'zim mana shu yerda yasab olaman. Farg'onadaman. Xom holatini komplekt qilib jo'natib yuboring desa, oyoqlari bilan, hamma yo'g'i bilan svarka qiladigan holatda qilib jo'natib yuborasiz. Jo'natib yuboramiz. Xolasa svarka qilib ham dastlabki qilib beraverasiz. Shunday aka. Narxi qanaqa? Mana shu holati 320 ming so'mga chiqadi, mana shu holati. 320 Ha, ming. mana. Bu yerda bitgan holati bor, mana bir tomon 2 marta bukiladi. Bir tomoni 2 marta. Mol turadigan tomon 2 marta bukiladi. Aha. Bu tomon 1 marta bukiladi. Mana shu holati 320 ming so'm bir donasi. Mashina o'zi yoni yo'q, 320 ming. oyoqlari yo'qsiz. Mana shu holat 320 ming so'm. 320 mingdan tayyor qilib Tozalisdan chiqarib beriladi aka. tozalashdan. Konteyner mahsulot. Konteyner mahsulot. Dastlabki qilib beraverasiz. Undan tashqari aka turba aytilgan razmerli turba ham chiqarib beraveramiz. Turba, o'choq, Xuddi shuni dumalag'i bo'ladi, shunaqa. Dumalag'i Xuddi bo'ladi. shuni. Yarim takki bas dumalag qismi bo'ladi. 200 250 Svarka qilingan bo'ladimi? Svarka qilingan bo'ladi. Svarka qilingan turba shaklida bo'ladi. Turba shaklida. Uni nimaga ishlatiladi? Uni suv tortgani ko'p ishlatadi asosan aka. Suvga, Suv tortgan. suvga tortadi asosan. Ko'llarga ishlatyapti hozir suv tortgani. Zo'r aka. Hamma yo'q bor ekanda. Konteyner Hamma profil narsaga bor, o'zimizda list aka. tekislaydigan bor, mol oxir, qo'y oxir, buzoq oxirlar bor. Bor aka. Hamma yo'q bor, bukadigan nimalar bor. Stanoylarni qog'irib, o'rnatib biznesini ham boshlab beraveradi. Boshlab beramiz aka. xudo Zo'r xohlasa. aka. Misol uchun bir 20 ta 30 ta odamga olgan odamga bir bonus qilasizmi, bepulga bir narsa berib yuboramizmi? Nima berib yuborasiz? Aka aloqaga chiqsa kelishamiz uni ham aka. Bonus xudo qilib xohlasa. berasiz. Qilib beramiz. Ko'p olgan odamga ko'p bonus olgan odamga qilib beramiz aka. Zo'r xudo qilib berasiz xohlasa. aka, xudo xohlasa. Chiroyli qilib beramiz. Bunaqalarimiz nech pul aka mana bular? Ular ham sotiladimi? Sotiladi, sotiladi aka. Nech puldan aka bular? 6 ga 6 profil aka. Yopiq profil. Uzunligi 11.70. 11.70. Donasi 720 ming so'm bir donasi aka. 720 ming so'mdan. Zo'r. Tekizlik kerak bo'lsa ham tekizlab chiqarib beraveramiz. Nech puldan? Yana nimalar sotamiz aka? Tekizliklar mana holat. Bu tom listdan aka. Aha. Mana oyoq tagidagi yon list bu. Aha. Buni 1 kvadrat 115 ming so'm, yon listiga 110 ming so'm 1 kvadrat. Yana nimalar sotamiz aka? Odamlarimiz nima ishlatsa bo'ladi? Hozirgi kunda nimani Teplisalarga latoylarimiz bor aka. Latoylar bor. Aytilgan razmerda chiqarib beramiz uni ham aka. Teplisachilar aloqaga chiqinglar. Teplisaga dugasiga chaqib beramiz. Bu latogimiz u O tepadagimi? tepadagi latogimiz aka. Latoyni ko'rsatib qo'yaylik. Mashinalar ham latoga. Bu silib holatda chiqardi bittasiga. Bu ham latoy. Bu latoy bu 30 lik latoy, hamma tomon 10 sm dan bukilgan. Buni 1 metri 39 ming so'm. 1 metr 39 ming. Bu ham razmeriga qarab narxi o'ynaveradi. Aytgan razmerini. Aytgan razmeriga chiqarib beraveradi. Narxini aytib beraverasiz. Razmerini aytsa bo'ladi. Do'stlar, kimga mana shunaqa konteyner mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ko'rmagan narsalaring bo'ladigan bo'lsa ham aytsalaring qilib berishaveradi. Bular o'zlari konteynerni butunicha so'yib turib, mana shu yerda pachaqlab, tekislab, yasab sotishadi. Bundan tashqari konteynerni ichidan chiqadigan xohlagan narsalaringni topib berishaveradi. Temirdan muammo yo'q. Aliyo deysizlar, temir deb aytsalaring bo'ldi. Temirni T'sini eshitib olsa hamma yo'q. Shunga pulni o'tkazasizlar. O'zingizga dastlabki qilib berishadi. Pastga raqamlarni qoldirib qo'ydim. Aloqaga chiqib, meni nomimdan chiqsalaring bonus qilib berishadi.